Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Shenray T30 mashinasini olib qo'ygandik, xudo xolasa tayyor holatga keltirdik. Bu mashinamizga qilingan ishlarni bir qator tushuntirib o'tib ketaman. Koronalar uстановка qilib berganmiz. Yon chiroqlar qo'yib berganmiz. Alikafondan bo'lgan polni bir dona ham uloq tushmagan. Nikellarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Ideal darajada o'rnatilgan. Bunga yana qo'shimcha ravishda yonidan yashillar uстановка qilib berganmiz. Kulishdan kiradigan narsalarni solib yurishga. Orqa tomon darvozalari ham polni qulflanadigan ruchkalar bo'lgan. Gabaritli chiroqlar o'rnatib berganmiz. Ichki tomon bir ko'rsatib o'tib ketaman. Ichki tomonlari fanerdan apishka bo'lgan. Pollarga finiski panellar uстановка qilib berganmiz. Patrullik qismini alikafondan qilib berdik. Ichlariga plafonlar qo'yib berganmiz. Bundan tashqari komfort degalardan uстановка qilib berdik. Bu mashinamizga yana bir tomoniga 65 talik metan uстановка qilib berganmiz. Bu tomoniga 100 talik metan uстановка qilib berganmiz. Uchinchi eshiklarni ham ochib berdik. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, istalgan turgan yuk mashinalarga xizmatimiz bor.